Mama, yanıcı. Yanmılar ba? Tahir qıp turğun ha balam. Her günü Beijing vaqti tushdan burun saat 12'da, Ürümçi vaqti saat 10'da, Beijing vaqti kech saat 11'da, Ürümçi vaqti kech saat 9'da, Köçek Dünyası programmasida sening talabingni cho'qim o'rinlab beraman qo'zam. Ha, bo'ldi mama. Qachon vaqt bo'lsa? Assalomu alaykum hurmatli radio anglag'uvchilar. Adabiy anglatish programmamizni anglashinglarni qarshi olamiz. Bugungi programmamizda yozuvchi Abaydulla Ibrohimning Xinjiang xalq nashriyati tarafidan nashr qilingan Dog' nomli tarixiy romanining davomini anglatamiz. Bir düşman yurtinglarga yupurilib kelib yetibdi. Podshohlarni xabardor qilinglar. Fuqarolarga aytinglar, ketishinglar, bir umr dog'da qolasizlar. Faqir Xotan diyorining oliy hukmroni Yaqubbek oliylarining yaqin quli Niyoz Hokimbekdirman. Ko'zini o'yganning ko'zini o'y, shuni to'kkanning tishini to'k. Qisasga kelganda ota-onang bo'lsa-mu ayab o'ltirma. O'zini katlarni tepib, minsni chuvatmasam, oy Muhammad degan itimni yo'tib bitaman. Manjolar toza haddidan eshibdi. Badavlat oliylardek katta podshohga o'zini chaqlay olmay shirtim o'tqini nemisi u kuffarlarni. Umr rivoyat hech kimga ishonmading. Hamma odamdan gumonlanding. Mana endi otliq muhabbatimdan gumonlanib turibsan. Onun sizmu ko'ngli yerim bo'lib, bag'ri sunib turgan Karimqul o'zini va g'amkinlik tenini yudib yurgan Yavuz dushmanlari orasidan qo'yundek etilib chiqqan sodiq hamrohining o'limiga qattiq qayg'urdi. Andili qurg'an ko'zlaridan yana yosh sirg'ib chiqdi. U turgan yeridan bir uchum qumni elib, otning beshidan tortib quyrug'igacha so'rib chiqdi-da, birdan sukut turgandan keyin yon tarafdagi ushliq do'ng to'pisiga chiqib atrofiga nazar tashladi. Qoyoqqa qaramasin qum dengizi chayqaladi. Yaqin atrofdagi bo'z to'piliq do'nglar bo'lsa, yonma-yon cho'kirilgan behisob to'gilarning lo'kisidek tutishib ketgan edi. Do'ng cho'qqisida bosh ati yozning taptini sezib o'lgirgan yo'lg'un shoxlari sus qizirib turadi. Do'ng yamzallarida belidan sungan to'piksiz quruq qumushlar. Yiltizi uzilib, dir-dir titrab turadigan qamqoqlar. Qush ustiqinidek oqirib ketgan oq tikan qo'llari to'lib yotadi. Ko'z yetim yerda egiz do'nglar orasidagi qumushliqda quruq yoki ho'llikini belgili bo'lmaydigan bir qancha tup to'g'raq ko'chatimi ko'zga tashlanadi. Ko'chatlarning atrofi xuddi un chechib yotgandek oq edi. Karimqul turgan joyida turib bir qancha qitin pirqirab chiqdi. Pirqiraverib beshi qo'ydi. Qoraverib ko'zi toldi. Osmon gumbisining o'tirisiga yiqilishib qolgan quyosh bilan qum barxaniga bosh qo'ygan yumaloq qupuq girvikini bog'lab beqibmi, qaysi tarafning Sanju ekanligini farq etolmadi. Endi u qayoqqa yo'l oladi? Ot bo'lsa o'lgan. Yenida yo biror qapoq suv, yo biror burda non yo'q. Mushu cho'lda non nishonsiz o'lib ketsunmi? Yoki tarozi yulduzining o'ng tarafdan ko'rinishini kutib, yana bir kecha tunash kerakmi? U do'ng ustida zo'ngziyib o'tirib bosh qotirishga boshladi. Durust. Amroqlarimni izlayman. Kelgan izim bilan qaytib, Sanjuga boraman-da, Udul tog' tarafga chiqib ketaman. Dedi u tuyuqsiz aqlini topgandek jonlanib. Karimqul bir osh pishimqicha o'ylanib kelgan izi bilan Sanjuga berib, hamrohlarini tepish qaroriga kelgan edi. Kelgan izining uni Sanjuga, ya'ni dushmanlarining oldiga elib boradiganligini biladi. Biroq u odamzotsiz cho'lda o'lib ketishdan Sanjuda odamlar oldida jon berganim yaxshiroq deb hisoblaydi. Taliyi kelib qolsa, yaxshi odamlarni yo'liqtirib qolsa, jazman omon topa oladi. Hech bo'lmasa, hamrohlarining iz zerikini ola oladi.
Mubada taliyi ta'tir kelib, dushman qo'liga tushib qolgan taqdirdami, jiniga ancha ich og'irtib ketmaydi. Karim qo'l do'ngdan tushdi. Etining jassi bilan oxirgi qitim xo'shlashib olgandan keyin ot to'yiqining shamol taymigan iznasini bo'ylab ikki do'ng orasiga kirib ketdi. 31-bob Hokimbek qum sanaydi. Niyaz Hekimbek Qashqardan qaytib kelib uzoq o'tmay, uning nomidan tarqitilgan Nazir bog'iqi butun Xotan shahrini xuddi qahriton qishdagi qor uchqunlaridek qoplab ketdi. Cho'ng kichik mansabdorlar, mo'lla manzillar, masjid jamoatlari, mozor shayxlaridan o'zga oddiy shahar fuqarolari, savdogar ovqatchilarning nurg'uni marhum Mirza Abbosning 7 nazirasiga chaqirilgan bog'iqni topshirib elishdi. Niyaz Hekimbekning safarga chiqib ketganidan xabari borlar bog' topshirib olgandan keyin ondan uning qaytib kelganligini bilishdi. Ba'zilar o'zini emas, hatto soyisini ko'rib boqmagan bir Hokimbekning o'ziga bog'oq berganiga hayron bo'lishdi. Dedek zir solsa kirmagan uy qolmas, qul otqa minsa chopmagan do'ng qolmas degandek, ba'zi nodonlar ishki ilik kenglikdiki bir g'irish uzunliqdagi bu bog'oqni uchirg'ali odamga ko'rsatib ko'z-ko'z qilishdi. Ba'zilar bo'lsa bu ishdan hayronlik his qilib, Hokimbek qandoq tush ko'rib, xotinliklar o'zini ko'rmagan, etini anglamagan bir kishining nazariga chaqirib qolgandi. Deysa, ahvolni uqmaganlar, Abbos Mirza degan kimkan u? Qandoq bo'p qazo qilibdi? deb so'rashdi. Ko'p kishilarning qolsida kezib yurgan bu g'uva savol oxir u xotinga avatilgan yangi Mirza beshikkan. Sanjog'i kelganda kimlardir qarmoq tashlab o'ltirib etibdi-dak degan javob bilan to'liqlandi. Bundoq cho'ng ishni faqat Hamdam Botirlik qamlashtira oladi, deyishdi ba'zilar va atrofiga qo'rqibgina qarab qo'yishdi. Oyda yilda qozon osolmaydigan qo'li qisqa pekirlar, musofirlar bir qitimliq to'yib elish fursatini bergan Allohga hamd sanolar aytishdi-yu, neri berisi bilan kori bo'lmadi. Bog'oq taymaganlar xafa bo'libmi ketmadi. To'xtab turinglar. O'ng ta'tirning uqquli bo'lmaydigan bundaq nazrning kayinda har qachon bir o'yin bor. Bormag'inimizmi xo'p? deganlarmi bo'ldi. Kim nima deysin va nimalarni o'ylasin, payshanba kuni cho'ng jome yenidagi tunakxonada va tunakxona oldidagi usti yepiq saynoda 5 kali so'yilib 18 chorak guruch besilgan katta nazr bo'lib o'tdi. Xohlaganlar keldi, xohlamaganlar kelmadi. Kelganlar mushtak mo'zay go'shi besilgan. Guruchi bilan savisi bo'lak-bo'lak parqirab turadigan o'xshagan polodin to'yg'uchi yeyishdi. Va bu nazrdan Xo'ja Abbos Mirza beshi degini palonning shiram tuqqan ekan. Uni o'ltirgan Hamdam Qarmoq shu kechasi tutilib Qashqar zindoniga avatilibdi. Yana 3 qotil qechib ketibdi-dak. Hokimbek bularni osmonga chiqib kelsa topindan, yerga kirib kelsa ko'kolisdan tutib olib darg'a osamish. Ular bilan bordi kelsi baloningmi birini saq qo'ymasmish degan qo'rqinchli gapni zalla qatorida billa elib qaytdi. Ammo bu qo'rqinchli gaplarning tovoq ko'tirib choy qo'yib yurgan bir qancha mo'lichaqlar tarafidan maqsadli holda tarqitilganligiga hech kim diqqat qilmadi. Bu xolis nazrning Niyaz Hekimbekning kech-kunduz boshqa turib o'ylab chiqqan planining tunji qadami ishganligini ham xiyoliga keltirishmadi. Niyaz Hekimbek aslida o'zi intayin muhim deb bilgan Qashqar safari orqali o'ylamagan yerdan xalta ko'chiga kirib qolgan edi. Bu xalta ko'chidan chiqib ketalishiga ko'zi yetadi-yu, lekin amal izlab avora edi. Bo'libmi, Xolmon Ponsatning chekidan oshirib yetishi bilan paydo bo'lgan uch tarafning adovati Niyaz Hekimbekning beshini bakrak qotirib turadi. U gezi kelganda foydalanqili bo'ladigan uch yontoyoqning adovatini jazman bir taraf qilishi. Bir taraf qilgandimi, o'zigami, o'zgagami foydali bo'lishi kerak edi. Vazifasini ko'ngildagidek o'rinda bo'lgan bu adovatlar endi o'z ahamiyatini yo'qotgan edi. Mirza Abbosning o'limi qildan qiyiq ketsa oqibati boshqa chiqadigan nozik masala edi. Gerçi ish shamol kirmagudek usullik bilan bir yoqlik qilingan bo'lsa-mu, ammo qilni 40 yaradigan Yoqubbek o'ylamaganda yuz bergan bu voqeaning o'tmishiga
sirg'i qiziqmay qolmaydi. Hamdam Batur Abbos Mirzani o'ldirganini tan olgan va butun Sanju ahli guvohlikdan o'tgan taqdirdami, u qilidig'ini qilaveradi. Shu sabablik Niyoz Ekinbek o'z taqdiriga bevosita tahdid akiladigan bu masalaga hargiz musal qarayolmaydi. Yoqubbek o'z og'zi bilan topilgan 3 yillik paroqni 1 yilda yig'ish, 1 yillik paroqni bir qaytimda topshirishdek eg'ir yukmu uni yo'g'on tog'dek besib nafsini siqib turadi. Yuzma-yuz turib va'da bergandek bu farmonning ijrosini bir kunmu kayniga tortolmaydi. Top samirak qo'yadigan shoyi atlas, zilchi gilam to'qiydigan ustaxonlarni barpo qilish, oltin qo'lash, qo'shtishi yig'ish ishini jidallatishning mushkulligimi uningga tushunishlik edi. Ang yomini xiyolida pot-pot paydo bo'lib qoladigan bir to'p kuchli dushman Niyoz Ekinbek uchun ang cho'ng tahdid edi. Yakanda gul oyimni to'ydirmay ap qochgan. Sanjuda tig' tangligan. Qora qoshda to'polonga bel bog'lagan bu kishilar dal Xotanda o'z yanida hatto taxtining ostida fursat kutib marab yetishadi. Xanjirining o'tkir uchini soqil ostig'ili tanglab turadi. Abbos Mirzaning qon ichida jon talashayotgan echinishlik ko'rinishi, olaygan ko'zlari uning yodidan chiqmaydi. Agar bu xatarlik dushmanini topmaydi ekan, uningga mangu oromlik yo'q edi. Niyoz Ekinbek odati bo'yicha o'ziga foydali va foydasiz bo'lgan hamma taraflarni olqiniga qo'yib dangsab boqdi. Natijada foydasiz tarafning salmoqi xeyli eg'ir bo'lib chiqdi. U Xotanda putrab turaman va hozirqidan cho'ngroq ish qilaman deydigan yo'lini to'sib olgan putli qashonlarni tamoman supurib tashlashi zarur edi. G'ilobni lozim qilib pichoqni tashlab etishga yoki pichoqni lozim qilib g'ilobni cho'rib etishga bo'lmaydi. Niyoz Ekinbek oxirgi hisobda bir qancha laglakning ipini bir qo'lliq tutib, bu iplar orqali laglaklarning uchishini, tushishini, ko'tarilishini, pasiyishini tizginlamoqchi bo'ldi-da, ishni oldi bilan Mirza beshini qasdlagan chatoqchilarni tutish. Chatoqchilar bilan bordi keldisi borlarni jazolab, dushmanlarning yuragini mujib qo'yish o'yiga keldi. Bu o'y shundoq bir o'y ediki, bu orqali u dushmanlarni chamqur qozgandek qezib chiqarib, yoshirin xavfni yo'qota oladi. Yoqubbekning ko'ziga to'pi chechib, suvni layitib beliq tuta oladi. Abbos Mirzaning antini elish niqobi ostida Xolmon Pansat Mullaji Turab Temir Xazinchibekni atlashtirib oladi. Puxra ichida hayva paydo qilib, xohlagan kishini tuta oladi. Gunohini yo'g'uvchilarni bir pullik haq bermayla osharg'i salg'ili bo'ladi. 7 shaharni titirtib turgan Yoqubbekning shiram tuqqiniga bog'langan bu ishqa qop yurak odammu hurt-purt qila olmaydi. Yo'li kelsa, paxtadan pilik eshib toshqa qoqolayman deb, maydisiga mushlaydigan Niyoz Ekinbek oxir yuqorqi maqsadlariga yo'l ochadigan bu xolis nazarni ko'tarib chiqqan edi. Uning bu chorasi parzdikidek unum berdi. Alohida avatilgan bog'oqni topshirib olgan Mullaji Turab bilan Temir Xazinchibek bog'oqni hokim begim avatibdi. Bu nazarga bormay ilojimiz yo'q. Deyishib, Xolmon Pansatning qorovularini ma'qul keltirdi va nazarning to'ridan o'rin elishdi. Ular bilan dostxon ustida do'qurishib qolgan Xolmon Pansat Niyoz Ekinbekning orig'i tushishi bilan dushmaniga qo'l berishga, bir tovoqdan osh yeyishga majbur bo'ldi. Maxsus topshiriq olgan mo'lichaqlarning tinmay so'zlishi bilan Abbos Mirzaning o'lim voqeasi bulung puchqoqlargacha tarqalib ketdi. Niyoz Ekinbek Temirni qiziqida so'qib, Nazirning atsila o'rdida yurt beglarining cho'ng kengashishini o'tkazdi. Va bu kengashga shahar mansabdorlaridan o'zga amir lashkar, qozi lashkar, qozi raislarni, inovatlik ba'zi yurt kattalarini jam qildi. Niyoz Ekinbek kengash ahli yig'ilib bo'lganda ondan divonga chiqdi. U hammaylan bilan birma-bir salomlashib chiqqandan keyin odatdagi baglar orasidan o'rin olgan Xolmon Pansat, Mullaji Turab va Temir Xazinchibeklarga alohida iltifot ko'rsatdi. Qani turga marhamat qilishsizlar. Har qaysirdek yurt kartalarining joyi yurt hokimligining yinididir.
dedi orqama orqa takallub qilib. Ular tuzit qilmayla Niyaz Ekinbek o'ltiradigan monjo'cha taxt yeniga kelib o'ri turishdi. Bugun u uchaylarning kayfi xeyli joyida edi. Taxt tarafga qarab manganda bir-biriga adab bilan yo'l berishdi. Kulki alomatlari ko'rinib turgan chiroyida ishonch, xotirjamlik aks etadi. Texi bir kun ilgirila qon chepishadigan alpozda dushmanlashib yurgan bu kishilar Niyaz Ekinbekning ustulik bilan atlashtirishi natijasida bugünkidek yavash, chiqishqoq, qoidalik odamlarga aylangan edi. Niyaz Ekinbek taxtga obdan joylashib oldida divonga to'plangan 30 odamni oldirmay ko'zitib chiqdi. Qaysidir bir bey yenida o'ltirgan Durg'i begini Hokimbekka obdanroq sapsilib baq degandek noqib qo'ydi. Yana biraylan nemishqidir so'zib uxtartib oldi. So'zsizki, kengash ahli Niyaz Ekinbekning qisqa vaqt ichida go'shini shilib olgandek yodab, cheki qo'riqlari ko'payib, ko'zlari go'yo ko'ni gamidek o'ltirishib, optopga solgan ash shaptuldek qo'rilib ketganiga ajablanmoqda edi. Shu asnoda Niyaz Ekinbek gelini qirib kengashtikilarning diqqatini o'ziga qaratdi-da, xotib xutba o'qigandek talaffuz bilan so'z boshladi. Bismillahirrahmanirrahim. Har qaysi yurt kattalariga oldi bilan davlat quyoshi, dinimizning homiysi, 7 shaharning g'o'jisi, badavlat oliylaridan seg'inishli duoyi salom. U ishki yenida o'ltirgan amir lashkar, qozi lashkar va qozi raislarga qarab beshini egib alohida salom yetkazgandan keyin ovozini sal ko'tarib mundoq dedi. Kattalarimizga ma'lum, Kamina Xotan hokimbegi qutlug' bir soatda Qashqardor saltanatida hozir bo'lib, g'ozi oliylarining muborak didorini ko'rib, shirin suxan suhbatini anglashga musharraf bo'ldim. Ham har qaysilariga ko'pdan ko'p duoyi salom, yaxshi tilaklarni elib qaytdim. O oliylari Xotanda istiqomat qiluvchi azizlar va puhrolarning xon amrini tutib, haqqi hurmatiga duo qilib, musulmonchilikni bajo keltirayotganini anglab, ko'p xursand bo'ldi. Janobi amir lashkar, janobi qozi lashkar kabi konu birodarlarning, qozi rais kabi yangi yoralarining ittifoq bo'lib, Peqir Hokimbekning amriga farmonbardorlik ko'rsatganiga tashakkur tavazzular bildirdi. Divan ishchi chivin usti anglangudek timtas edi. Vaz anglayotganlar Niyaz Ekinbekning so'zining amdi qaysi yo'linishga burildiganligini bilib olmoqchi, soni ko'rib, ondan o'tik salmoqchi bo'lgandek jimjit o'ltirishadi. Niyaz Ekinbek so'ziga zo'r qiziqish bilan quloq selayotgan beglarga qarab, qanoat hosil qildi va yeni ko'tilib qo'yib, so'zini davom qildi. Ulug' Allah muborak vahiylarining birida odam hamma narsadan behojat bo'lganda uning hujudida isyonkorlik bosh ko'tardi deb bishorat berib, ba'zi bandalarni ogohlantirgan ekan. Hala bugungi kunda bu ogoh Xotan puhrolariga ko'proq loyiqdir. Halbuki shafqatimiz tufayli qursiqi to'yib, dolisi optab ko'rgan iymoni so'z puhra non berganning qo'lini tishlab, tuz berganning tuzliqini chiqishga tutindi. Ataliq g'ozi oliylari Kamina Hokimbegiga marhamatini ayamay, qo'l qanot va hamdan bo'lg'ay deb tayin qilgan Mirza Abbos janoblariga qasd qilib, o'zlarining yavash, sadoqatman degan danqiga cho'ng tog' tushirdi. Anglasam, murtad bo'lib ketgan bir to'p bosh-boshtoq, qarqashliq bir sarang darvishning kayniga kirib, batniyat dushmanlarimizga madadkor bo'pti-dak. Peqir ochiqdan ochiq to'plang to'nini kiygan 3 qotil va uning himmatlaridan o'zga ozgan musulmon bandalarning diliga iymon, tabiatiga insof, niyatiga tavfiq tilayman. Allohning bir sifati Rahmondir. U tavba qilganlarni kechirgichidir. Niyaz Ekinbek so'zlab mush yerga kelganda ko'zlari yiroqdan ko'ringan sozliqdek pilildig'ili turdi. Ovozi yo'qsirib qolgan chig'iriq ovozidek inchikilab ketdi. Og'zi o'mchiyib, mullasidan tanbih olgan Tolibning o'ziga o'xshab qoldi. Vapaga javob hamu desa, izdisang tepiladi ekan. Ko'nglimdagini aytsam, men xo'tanliklardan xafa bo'ldim. Shuncha yiroq yurtdan urug' tuqqanlarimni, do'st birodarlarimni, paravan maishatimni tashlab bu yerga kelishimdan maqsadmi yurtni aman,
Puhrani bayoshat qilish uchun emasmidi? Endi men Puhradan nimani ko'ryapman? Ataliq g'ozining tuqqini shahid qilindi. Endi uning yuziga qanday qarayman? Bu men bechoraga ne ahonat, ne nomus. Divanda pichirlashlar boshlandi. Kimdir burnini tortib mishildidi. Yana bir necha odam damdardek bo'qildab yig'lab tashladi. Niyoz Ekinbek ko'zlarini o'g'lab turib so'zini davomlashtirdi. Hokim beginglar oshpaganning qozinini chaqqan, ataliq g'ozi olilariga to'sqirlik qilgan, boj xaraj topshirishdan bosh tortgan benomuslarga aslida qilish nayzi bilan javob bersa bo'ladi. Buni Allohmi, shoh olillarimi muvofiq ko'rar edi. Biroq peqir kichkidan yumshoq ko'ngil, sodda, mehribon bo'lib cho'ng bo'lgan ekanman. Shunga qonpan deganni ko'rsamni ichim ilishidi. Otamni o'ltirgan dushman bo'lsa-mu, birli yig'ilsalar momdek erib ketaman. Nima iloj? Dushmanlarimning, ozg'unlarning ko'ngliga joy namozda o'ltirib insof tilamakdan o'zga ish qo'limdan kelmaydi. U birining nurisiga biri beshini qo'yib, onasi o'lgan yetim o'g'ildek yosh to'kayotgan kishilarga qarab, otalarcha talaffuz bilan mundaq dedi. Sabr qilinglar beglarim, sabr qilinglar. Sabr qochisining tegi oltin degan ekan oqillar. Mening texi sizlarga deydigan so'zim bor. 1 yildan buyon xo'talliklarga paravollik ko'zlab, ko'ydi pishdi bo'ptiman. 1 oy ataliq g'ozining qobulida yuribdiman. Endi ojiz tinimga hordiq yetib, putqulimdan majol qechibdi. To'mirimni tutib ko'ygan hukmronlarning deyishicha, so'qim eshib, o'zayimdagi ko'ygan xilitlar kasalga chiqibdi. 15-20 kun sharbat ichib, shifo topmasam bo'lmagudak. Shunga yurt so'rash ishini vaqtincha amirlashkar Xolman Pansat janoblariga havola qilmoqchiman. Ko'ryapsizlar, birodarimiz Mullaji Turab bilan qozi rais janoblari amirlashkarning yenida kuchli tirak bo'lib turibdi. Mo'zayning beshiga kelgan kun o'yiningmi beshiga kelibdi degan maqol bor. Bugun Mirzo Abbos janoblarini o'ltirgan qori yuraklar ati Qoysibek, qaysi yurt beshining giliga xanjar urdi. Bu Xudoga oshkora, bandaga qorong'udir. Qo'ynida pichoq saqlab yurgan bundoq gunohkorlarni qandoq qilasizlar? Gunohkorlarga madad berganlarni qandoq adablaysizlar? Boj xaraj to'lashni rad qilganlarga nima deysizlar? Qarab beqib yo'l tutasizlar. Har ishda Xolman Pansat janoblarining og'ziga qararsizlar. Shunda qilib Niyoz Ekinbek o'lim oldida bola chaqalariga vasiyat qilgandek hisobsiz vaz nasihat va sanoqsiz bishoratlarni qoldirib, ish og'irtish nazari bilan o'mchiyib turgan kengash ahlining ko'zichila taxtni bekorladi. 3-4 mulozimning taraf-tarafdan yo'lishi bilan yo'tilib qayqilib, mushtumi bilan umurtqisini yenik urgan peti xos qabulxonasi tarafga qarab maqdi. Hokim begini tunji qitim mushundoq bechora holatda ko'rgan 10 necha kishi uni go'rga ketayotgandek his qilishib, kayniga ayishib, shu hamon Xolman Pansatning zardisiga duch keldi. Yangi hukmron Xolman Pansat xeyli qattiq talaffuz bilan divandagilarni tartibga chaqirdi va shariat ulamasi mufti Oxunluqimning guvohlik berishicha, ulug' hadis sherifda jannat qilishning soyasi ostida degan gap bormish. Bu oyatning ma'nosini mufti hazratlaridan anglanglar. DVD Mullaji Turab demakchi bo'lganlarni ko'ngliga marjon tizgandek tizib tayyor turgan muftiga qiyni boshlasizlar degandek ishorat qildi. 32-bob kechikib kelgan bahor. Qishning jonga potgan sovuq damlari bora-bora ojizlab, bosh ati yozning illiq nafaslari gupildab urilishga boshladi. Qish bo'yi osmonni g'uvolashtirib turgan kulrang tuman bahor shamolining zarbisi bilan osta-osta ko'tarilib ketdi. Havo suzilib, Ko'inun tog'larining yiroq cho'qqilari bir qarashchilar ko'zga cheliqadigan bo'ldi. O'g'zilarning burjigida, turxun kaynida tom qoshoqlarning taskay tarafida yig'ilib qolgan qormuzlar bir kechida erib tugadi. Loy aralash agizga aylangan muz parchalari o'rnidan chimchi g'irtmoq, ko'k guli degandek yumron o'simliklar unib chiqib, tabiat husniga yorishimliq rang berdi. Birar taldan izlab cho'lliklarda, ko'ni xomollarda sarson bo'lib qish qiyinchiligidan joq to'ygan qushqochlar endi terak po'tilari orasida erkin yayrab o'z naqshisini tovlashga boshladi. Bahor
yillardagidan kechikibroq kelgan bo'lsa-mu, lekin baribir yetib keldi. U o'zi bilan birga tabiatga, gul-giyohlarga, qushlarga yangi sezim, yangi jon akeldi-yu, bahor tevishiga eng sezgur, eng tashna bo'lgan inson qalbiga hech qanday iliqlik ato qilolmadi. Üzükçilik mezgilida ona non deb ko'zlariga talmurgan Nimjon bolasining dardida sarang bo'lay deb qolgan bechora onalar bahor qushlarining nag'masidan bexabar edi. Abbos Mirziga qasd qildi degan batnom bilan Zay zindonga tashlangan. Eg'ir xoshaga mahkum qilingan otalarning teni ati yoznila emas, balki qish bilan yozning harorat farqini sezmas bo'lib qolgan edi. Och yalang'ochlikdan darmoni uzilgan sabiy bolalarning to'p to'zib turgan chiroylaridan kulki degan narsaning iznasimi tepilmaydi. Ular endi tinch zamonlardagidek tol so'ygatdan ne yasab bahor nag'masi qilolmaydi. Hatto yezi qishloqlarda o'ppida echilib ketgan o'rik chechaklarimi ularning nursiz ko'ziga hozidor odamning motam kiyimidek ko'rinadi. Bahor elchisining yugurik qadami bu kunlarda o'rda ishchigimu, o'rdaga yondosh podshohlik boqqimu yetib kelgan edi. Shimliq yilon bag'ri eriqlarda naqshi to'lab eqiyotgan suzuk suv. G'ujmak bo'lib ejilib ketgan qip-qizil shaptul chechaklari. Chechak cho'qilib, bir-birini qo'g'lishib yurgan qushlarning tinmay sayrashlari buningga guvohlik beradi. Bulutsiz ko'k osmon, parqirab turgan haroratli quyosh va nangsiga optib singan yeshil hayotlik bahor shavqinida yeni chayqilayotgan bu boqqa sehriy kuch ato qila oladi. Atiyaz kunlari kamdan kam uchraydigan bundoq ochiq havo bugun bog'ning chimanlik bir yeridan o'rin olgan Niyoz Ekinbegning kayfini xeylili ko'tirib etgan edi. Gerçi u kesel bahonasi bilan al ko'zidan o'zini qochirib, boshqalarning qo'li bilan murodini hal qilib yurgan bo'lsa-mu, lekin chiroyida kasallik alomatlaridan asarmi yo'q edi. Rostini aytganda, uning kayfining ko'tarilishiga atiyaz havosi, bog' manzarasi emas, balki omad qushining o'ziga yaqin bir yerda agib yurganligi sabab bo'layotdi. Niyoz Ekinbeg divandan xos qabulxonasiga Qobulxonadan boqqa yutkab kelingan monjucha yasadaq taxtda shohin shohlardek kerilib o'tiradi. Ikki olqini bilan taxtning ikki tarafidagi ajdaho beshini mahkam siqimlab, iskilach masa kiyib olgan oyoqlarini taxt oldidagi kursiga qo'yib olgan edi. U Qobulxonada bo'lgan chaqlarida xuddi paralich odamdek qatmuqat ko'rpalar ustida ig'inib, momuq yostiqlarga yonboshlashga odatlangan edi. Biroq bir mezgil divanga bormaydigan bo'lganlikdan u heliqi kengashdan keyinla taxtini o'zi bilan birga Qobulxonaga akilib oldi. Buningda divanda ishlayotgan Xolmon Ponsatning taxtga mehri tushib qolishining oldini elishnimi, yenida saqlab ruhini ko'tarishnimi nazarga olganda qiladi. Bog' ichida taxtda o'tirish garchi eshakka egar to'qigandek qamlashmagan ish bo'lsa-mu, lekin u shunday qilishni xohlaydi. Taxt uning nazarida hukmronlikning nishoni. Hukmronning birdan bir muqaddas mulki bo'lib hisoblanadi. Uningcha, jang maydonida jon beradiganlarmi, jon oladiganlarmi faqat taxt uchun shunday qiladi. Ularning taxtdan o'zga manfaatining bo'lishi zodila mumkin emas edi. Osiylik, munofiqlik va hiyla-nayrang hisobiga erishgan mush taxtda o'tirgandilar, u o'zini eng baxtlik, eng bexatar his qiladi. U bugun tushdan burun Qashqardan kelgan Hodaychini mushi taxtda o'ltirib qabul qildi. Yoqubbek muhr bosgan pechatlik xatni mushi taxtda o'ltirib topshirib oldi. Orqadilla Qudalay avatgan ma'lumotchi bilan mushi taxtda o'ltirib ko'rishdi. Taxtning karomatidan yoki tadbirning xislatidan ish qilib Qashqardan kelgan ma'lumotning har ikkisila xushxabar bo'lib chiqdi. Yoqubbek o'z xatida Niyoz Ekinbegning sadoqat yuzasidan Abbos Mirzaga qasd qilguvchini o'z vaqtida tutib elib Qashqarga yo'llab bergan ekan. Nazir niyoz o'tkazib o'lgichining ruhini xush qilganiga opirin o'qigan va Hamdam Boturning darg'a esilganligidan uchur bergan edi.
Gerçi Yaqub Begning Hamdam qarmoqni darga osdiq degan uchuri bilan Qudalayning Hamdam qarmoq jamoatning ko'zchili chepib tashlandi degan gapi orasida xeyli cho'ng farq bo'lsa-mu, lekin Niyaz Sekinbek bu farqqa ancha e'tibor qilib ketmaydi. Mayli darga esilsin yoki chepib o'ldirilsin, faqat o'ldirilgan bo'lsa-da kifoya qiladi. Shuning bilan u o'zini tashvishlantirib turgan bir cho'ng voqeaning ko'ngildagidek oxirlashganligiga ich-ichidan mamnun bo'ldi va "Ey Tangrim, mushkulimni oson qilganingga rahmatlar bo'lsin" deb pichirlab qo'ydi. "Janobi hokimbek oliylari" dedi taxtning 3 qadam nerisiga kelib to'xtagan bir mulozim beshini ko'tarmay turib. "Darvoza oldida bir kishi begim bilan ko'rishadigan zarur ishim bor edi" deyapti. Begimning oromini buzma desak, tehi unimaydi. Shunga o'zlariga xabar qildik. Niyaz Sekinbekning taxti 2 odam bo'yi egizlikdagi qilin anjan temi bilan qo'rshalgan keng bog'ning o'tirsidagi bir parcha ochiqchilikda joylashtirilgan edi. Alohida tanlab olgan ham tilsiz, ham g'oz bir mulozim taxt kaynida soyivin tutib turadi. To'liq qurollangan 6-7 mahram uni 13 qadam nerida turib muhofazat qiladi. U darvoza oldiga kelgan kishining taq turqini inchkilik bilan surishti qilgandan keyin uni boshlab kelishga ijozat berdi va soyivin tutib turgan mulozimga o'zingni chetga ol degandek ishorat qildi. Niyaz Sekinbek zil va maxfiy ishlar ustida boshqalar bilan suhbat qurganda yenida hech kimni turg'izmaydi. Soyivinchi mulozimning to'g'mi tilsiz va g'osligi bir qancha qitimliq oshkora va yoshirin ko'zatishlar orqali to'liq isbotlangan bo'lsa-mu, lekin u yanada gumondan xoli emas edi. Uning yolg'ondan g'oskachi bo'lib olganini yoki anglash, so'zlash iqtidorining tuyuqsiz asliga kelib qelish ehtimolini chetga qoqmaydi. Uzoq o'tmay, usti beshi mozor mashoyixlarga esilgan puruch qo'nchoqqa chiroyi habay zangillariga o'xshaydigan pokinik bir odam taxt oldida paydo bo'ldi. U tukilib ta'zim qilgandan keyin quduq ostidan chiqqandek ojiz ovoz bilan "Assalomu alaykum begim. Farmonlarga binoan yetib keldim." Niyaz Sekinbek nemadandir yurgangandek chiroyini purishtirib turib atrofiga zan silib olgandan keyin "Qani so'zlash sherif shayton. Ishlaring qandaqroq? Qozi raisning arg'umoqlari obdanmi?" deb so'radi kirgan kishidan. Uning boshqalarning laqamini tilga olgani erkalatgani bo'lib hisoblanadi. Hokimbekning o'zini biroqla shayton da'vatganidan 10 tanga in'om olgandek xush bo'lib ketgan sherif shayton qo'llarini xuddi kirni izlayotgandek uvlab turib javob berdi. "Qozi raisning arg'umoqlari rosa samirib ketdi hokimbegim. Shu turqida sog'risi tuxum qo'ysa to'xtugudek. Shunchalik yapti gapni tushunmamsan shayton. Begingning haqning arg'amog'i bilan nima ishi? Sana nima qildiginim yodimdami?" "Yodimda begim, yodimda. Nima deb yodimda bo'lmasin?" "Ha, gapning poskallisini qil amisa." Ma'qul begim. Topshiriqlarga binoan ot boqqash, o'yla oramning bulung pushqoqlarini, qozloqning ujur-bujurini qo'ymay oqtirib chiqdim. Otxonnimi tunguzdek qizib etdim. Lekin za oltin emas, bir parcha mismi uchirtolmadim. "Hey lamzalla, men qozloqqa ko'proq diqqat qil. U yerda kup yoki to'gi sandiqi degandek narsalar bormikan demedimmi? Otxonni qizib nima qilatding? Mubodo qozi rais yoki uning xotin bolalari gumonlanib qolsa qanday qilasan? Tinib olaman begim. Urib qiynisa yoki pul mol baschu. Ixro qilmayman. Hapballi degan bilan aqling xili joyida jumo sening. Degandek qozi raisning otlarini obdan baq. Ularni tulumdek samirtib et. Otga minganda engishib dumbangni tutib be. U sendan rozi bo'laversin, sana ishini yeversin. Senmi chandurmay yurib, qildig'iningni qilayver. Qachonki bir dova tillarning derigini ololsang, ko'nglikingni yuyib, otxonning o'g'isiga os. Qulluq taqsir deganlarda qilaman. Mana mavuni ilib, chopsan yo'lingga mang. Esingni mahkam tut. Men seni ko'midim, sen meni ko'miding. Tilingga, beshingga hezi bo'l. Ma'qul taqsir ma'qul. 4 oydan beri Temir xazinchivakka maraxur bo'lib elib, necha chorak oltinning izdirkini qilayotgan sherif shayton necha yarmoq choy pulini cho'ntikiga soldida, xo'sh-xo'sh deginicha bog'dan chiqib ketdi.
Shayton laqamlik bu pokinak semiz kishi aslida qozi rais Temur Xazinchibekka onajamat tuqqan keladi. Uning onasi olamdan o'tgandan keyingi kunlarda xotin hokimi bo'lgan Alshirbek texi beglik mansibida edi. Temur Xazinchibek bo'lsa madrasada o'qiydi. Onasi sakrati yetib o'g'liga "Navoda beshingga kun tushib qolsa, ona taraf bek tuqqining Alshirni izda" deb vasiyat qoldirib ko'z yumdi. Temur Xazinchibekning onasi bilan Sherif shaytonning onasi xeyli burun o'lib ketgachkami, shiram tuqqanligi har ikkisiga qorong'ulik bo'lib qiylaverdi. Burutni xat tartmasdilla ota onasidan yetim qolgan Sherif oti kasbini udum qilib, eshak bozorida degudek cho'ng bo'ldi. Bediklik hayoti va bediklarcha hiyli nayrang uning mijoziga quvliq shumliqni yetkuchi singdirdi. Uni aldab, buni shilib, arzon elib, qimmat setib yurib, xarobidagi o'mchikka o'xshash boshqalar bog'ilgan to'rg'a elishib, o'zimi boshqalarga to'r selib yurib, kunini kun atdi. Birovning qo'liga qarabmi qolmadi. Onasining vasiyati Alshirbek deganlarmu yodidan chiqib ketdi. Bir kuni u yo'rinqoshliq bir kishidan turgan yeridan bir g'irishmi siljimaydigan bir modi eshakni arzali setib oldi-da, eshakning tezakligiga chimaltak barmoq cho'nliqidagi no'shudurni tiqivatdi. No'shudurning ochiqi bilan sakrab chopchib turgan bu eshakni xon eriqliq bir dehqon asli bahosidan bir hassa ortiq baho bilan setib oldi. Biroq no'shudurning kuchi ketishi bilanla eshak tezli asli holatiga qaytib keldi. Sherif shaytonning eshak bozoridagi kushanchisi bo'lsa kerak, kimdir biri bu dehqonga eshak sotquchining hiyli mekrlik qilmishini fosh qilib qo'ydi. Dehqon oldanganligini bilib, eshak bozorini beshiga kiydi. Lekin Sherif shayton og'ziga to'pi surkab, qilgan atkinini hargiz gadiniga olmadi. Shuning bilan bu kojbedik da'vogar dehqonning arzi sabablik mir g'azabning qo'liga tushib qoldi va g'oyolsiz qozixona so'liqxonasiga haydab kelindi. 40 yoshning qorisini olgan bir bedikning ajoyib oldamchiligi haqidagi bu hikoya eg'izdan eg'izga ko'chib yurib, Niyaz Hekimbekning qo'lig'igacha yetib keldi. U dastlabida bu qiziq oldamchilikni anglab, uchi uzilgidek kulib ketdi. Keyincha bu kishining odamzotning aqliga kiribmi chiqmaydigan hiylini o'ylab topa olganligiga qiziqib, uni shaxsan o'zi so'roq qilmoqchi bo'ldi. U kulkisini taslikda besib, turqi daayni bir kutga o'xshab ketadigan bu do'g'liq bedikdan so'radi. "Ey kazzab, eting nima?" Sherif shayton taqsir. Javob qil. Aldamchilikning gunoh bo'lganligini bilamsan? Bilaman taqsir. Aldamchilik degan sezilib qolsa gunoh bo'ladi. Sezilmay qolsa hunar bo'ladi. Hurmatli radio anglag'uvchilar, yozuvchi Abaydullah Ibrohimning Xinjiang xalq nashriyati tarafidan nashr qilingan Dog' nomli tarixiy romanini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini atidagi programmamizda anglaysizlar. Chaqchaqlarni qo'ysilicha mollaka. Yo gugul, yo chaqmoqtosh bo'lmasa, niyatga Gulxonning jibini qilib, oli bilan chotqilingni yig'mamsan. Mollakam ismi azamni birli o'qsa, Gulxonning gurildab ko'ymaginni ko'r. U zot bandalarga sabr toqat bilan muomala qiladi. Eskilarga yo'l qo'yib turib, mo'minlarning e'tiqodini sinaydi. Farishtalarni avatib, haq yo'ldan ozg'onlarni to'g'ri istig'forga dalolat qiladi. Bu qerisal odamning qarqash tikandek yolg'iz qolganini yodimga keltirsamla, ko'nglim buziladi. Eli ham uni Xudoyim o'z panohida saqlar. Sog'-salomat ko'rishini nasib qilar. Bugungi programmamizning diktorlari Mahira Abdurashid, Shuhrat Abdurahmon, ovoz texniklar Po'lat Tursun, Tahir Yasin,